Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftixar Abdurshid. Bugun chorshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatında bo'lsin. Dunyo Uyg'ur qurultiyi, Yaponiya parlamenti Uyg'ur do'stlik guruhi, Yaponiya Uyg'ur jamiyati, Xalqaro parlament a'zolari birligi va Xitoydagi kishilik huquq tajovuzchilik qilmishlarini tekshirish parlamentarlar birligi qatorliq o'rinlar tarafidan bu yil 10-oyning 30-kunidan 31-kunigacha Yaponiya parlamentida o'tkaziladigan Xalqaro Uyg'ur munbiri yer shari va parlament a'zolari yig'ini nomli zo'r tipdagi muhokama yig'inining butun jarayoni sizlar ko'rayotgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasi orqali naq maydondan bevosita tarqatiladi. Stansimizning naq maydon tarqitish vaqt jadvali tovandikicha 29 oktyabr vakillarni qarshilish murosimi va Uyg'ur madaniyat san'at kechiligi naq maydondan tarqitish Tokio vaqti 18 da boshlandi. 30 oktyabr yig'inning ichilish murosimi va muzokaralar vakillar bilan o'tkaziladigan suhbatlar naq maydondan tarqitish Tokio vaqti atgan soat 9 dan 15 da boshlandi. 31 oktyabr umum muhokama, xulosa va yepilish murosimi naq maydondan tarqitish Tokio vaqti atgan soat 9 dan 15 da boshlandi. Stansimizning yuqorqi naq maydon tarqitish orqali 20 dan ortiq davlatdan Tokioga kelib yig'iniga bevosita qatnashadigan parlament a'zolari, yuqori darajalik siyosiy arboblar, diplomatlar, BDTning dokladchi xodimlari, oliy darajalik tadqiqotchilar, tonlagan advokatlar va qonunshunoslar, xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining mas'ullarini o'z ichiga olgan ko'p sondagi aziz mehmonlarning Uyg'urlarning taqdiriga munosabatli qimmatli fikr qarashlari, tekliflari va tavsiyalaridan bevosita xabardor bo'la olasiz. Stansiyamizga a'zo bo'lishni unutmang va Uyg'ur xalqining muhojirat tarixida tunji qatim chaqirilayotgan Uyg'ur masalasi bo'yicha xalqaro parlament a'zolari yig'inining umumiy jarayonidan vaqtida xabardor bo'lishga tirishing. Birleşken Milletler Teşkilatı'nın baş katibi Antonio Guterres 17 oktyabrdan 18 oktyabrgacha Beyjingda o'tkazilgan Xitoyning 3-chi qatimliq bir balvoq bir yo'l munbiri yig'iniga qatnashgan. Navbatda Isroiliya Hamas urushi intayin xatarlik bir vaziyatda turgan halqiliq bir paytda Antonio Guterresning Beyjingga paypaslab berishi, Xi Jinping bu yig'in orqali o'zining bir balvoq bir yo'l qurilishidagi mag'lubiyatini yoshirmoqchi ham Xitoyning manfaatini qutqizib qolmoqchi deb qargan G'arb demokratik ellarning kuchli tanqidiga uchirgan edi. Antonio Guterres Beyjingga safar qilishdan bir kun burun, ya'ni 16 oktyabr kuni kishilik huquqni kuzatish tashkiloti maxsus bayonot e'lon qilib, uning Xitoyning Sharq Turkistonda ilib berayotgan insoniyat qarshi jinoyatlarni oxirlashtirishni talab qilishga chaqirgan edi. Ammo Antonio Guterresning Xi Jinping bilan ko'rishganda Uyg'ur masalasini tilga ilib olmaganligi hozircha noma'lum. Kishilik huquqni kuzatish tashkilotining ijroiya mudiri Trana Hasan bayonotda mundaq deb ko'rsatgan edi. BDTning bosh kotibi Antonio Guterres Xitoy hukumatini Xinjiangdagi insoniyat qarshi turish jinoyatini oxirlashtirishga majburlash uchun ahamiyatli harakat qo'llanmadi. Bu navbat bir balvoq bir yo'l boshliqlar yig'ini yadroliq prinsiplarning e'tirof qilinishi uchun Birlashgan Millatlar Tashkilotini muhim fursat bilan ta'minlaydi. Bayonot yana 2022 yili 8 oyda Birlashgan Millatlar Tashkiloti kishilik huquq komissarlik ishxonasi Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'ur va boshqa turkiy musulmon jamoatiga qartilgan keng ko'lamli tutib turish, qiynash, madaniyatga ziyonkashlik qilish, majburiy emgak silish va boshqa ig'ir kishilik huquq dafsanchilik isbotlangan dokladni e'lon qilganligi va dokladda Xitoyni Sharq Turkistonda insoniyat qarshi jinoyat o'tkazgan bo'lish mumkin deb xulosa chiqarganligi eskartilgan. Kishilik huquq kuzatish tashkilotining bayonotida yana Guterres 2017 yili bosh kotib bo'lgandan buyon Xitoy hukumatining qattiq va ig'ir bostirish harakatini oshkor tanqid qilishni xohlamadi deb tanqid qilindi. Dokladda Guterresning BDT kishilik huquq oliy komissari Volker Turk bilan hamkorlashib 2022 yildagi Xinjiang doklati bo'yicha tekshirishning davomli ilib berilishiga kafolatlik qilishi, jumladan ig'ir ziyonkashlik uchirganlik isbotlarini davomli to'plab, a'zo davlatlarga doklad qilish kerakligi ko'rsatilgan. Dokladda garchi BDT kishilik huquq oliy komissarlik ishxonasi mustaqil bo'lsa-mu, ammo oliy komissar va bosh kotib bir-birining oshkor bayonlarini kuchaytganda BDTning kishilik huquq signali kuchli bo'ladi deyilgan. Bayonotda ayrim holda yana mundaq deyilgan. Guterres yana Xitoyning yuqori darajalik amaldorlari bilan ko'rishgandan keyin davlat bexatarligi jinoyati bilan muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilingan mashhur Uyg'ur folklorshunos doktor Rayla Davud atalmış bölgünçilik sebebinden muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilingan Uyg'urlar bilan Xitoylar o'rtasidagi dialogni ilgari surishni tashabbus qilgan Uyg'ur iqtisodshunos va Saxarov mukofotiga erishgan Ilhom To'xti qatorliq ko'zga ko'ringan Uyg'ur ziyolilarini o'z ichiga olgan jinoyat aniq bekitilmagan va xohlagancha qo'lga ilinganlarning qo'yib berilishini talab qilish kerak. Kishilik huquq tashkilotlari hamda Dunyo Uyg'ur qurultiyi boshchiligidagi Uyg'ur tashkilotlari birdek Xitoyning insoniyat qarshi jinoyatlarining hilam davomlashayotganligini,
BDT kishilik huquq kengashining Uyg'ur kishilik huquq ahvoli haqidagi dokladni e'lon qilish bilan cheklanib qolmay, bir tekshirish komiteti ta'sis qilishi va Xitoyning Sharq Turkistondagi jinoyatlarni oxirlashtirishda konkret qadamlarni elishni talab qilib kelmoqda. Lekin Xitoy hukumatı bu dokladning e'lon qilinishiga qattiq qarshi turib qolmay, BDTning dokladi va Uyg'urlarga oid tavsiyalarini rad qilib kelmoqda. Xabarlardan ma'lum bo'lishicha, gerçi Xitoy Beyjingda chaqirilgan 3-chi qitimliq bir balvoq bir yo'l munbir yig'iniga 130 davlat va 30 xalqarалық tashkilotning vakillarining qatnashganligini kuchab tashviq qilgan bo'lsa-mu, ammo yig'in qatnashgan davlat boshliqlarining soni faqat 20 nafar bo'lib, bular asosliqi Rossiya, O'rta Osiyo, Afrika va Latin Amerikasi davlatlarining prezidentlaridan iborat. Xitoy hatto Taliban hukumatining savdo ministrini yig'inga qatnashtirgan. Antonio Guterres yig'inda qilgan so'zida Isroiliya Hamas ikki tarafni darhol urush to'xtatishga, Hamasni bo'lsa go'rga ilib olgan kishilarni darhol qo'yib berishga, Isroiliyan bo'lsa Gazaga inson yordam yo'llashga ruxsat qilishga chaqirgan. Baş shtabi Washingtondagi Uyg'ur harakati tashkiloti 10-oyning 17-kuni chaqirilgan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq himoyachilari xitobnomasi e'lon qilinganligining 25 yilligini xotirlash yig'inining qo'shma sohibxonligini ustiga oldi. Bu qitimliq yig'inda Amerika Davlat Majlisi Avam palatasining a'zosi, Tom Lantos kishilik huquq komitetining raisi James McGovern, Amerika Tashqi ishlar ministrligining yordamchi ministri Erin Barkley qatorliqlar yig'inda muhim so'z qilgan hamda kishilik huquqning dafsanda bo'lishiga qarshi kurashni davom qildiganligini bildirgan. Amerika hukumatining BDT avatgan kishilik huquq favqulodda ma'lumotchisi Mari Lawler bu haqda so'z qilib, kishilik huquq himoyachilarini qo'g'dash va qo'llash BDT ahdinomasidagi eng muhim mazmunlarning biri. Chunki bular ziyonkashlik va hokim mutlaqlikning do'lqinlarida eng oldingi hisobdan o'rin olgan kishilardir degan. Xitoy hukumati yillardan buyon o'zining iqtisodiy jihatdagi afzalligiga tayinib, dunyoning har qaysi joylarida Uyg'urlarning haq va huquqlarini qo'g'dash yo'lida o'z tirishchiligini joriy qildirayotgan bir turkum shaxslarga o'xshamagan darajada ziyonkashlik qilib kelgan. Uyg'ur harakatining qurg'uvchisi Roshan Abbosning urug' tuqqanlarimi ana shu sababdan Xitoy hukumatining turli hujumlarga va ziyonkashligiga duch kelgan edi. Baş shtabi Washington shahridagi Kommunizm qurbonlari xotir fondining 2023-yillik Xitoy munbir muhokama yig'ini 17-oktyabr kuni boshlandi. Yig'inda olimlar, mutaxassislar, siyosiy arboblar bir yerga jam bo'lib, nuqtaliq holda Xitoyning bargan sarhadini eshib ketayotgan tabiati hamda Amerika-Xitoy munosabatiga doir bir qator masalalar haqida muzokara olib bordi. Yig'inning tunji kundagi faoliyati mazkur fond jamiyatining raisi Andrew Brimbergning ochilish nutqi bilan boshlandi. Orqadan Uyg'urlar haqida ishlangan Xitoy Uyg'ur fojiasi nomli hujjatli film qo'yildi. Filmda Uyg'ur irqi qirg'inchiligining sababi, uningdagi vahshiyliklar hamda Xitoy hukumatining Uyg'urlarni oxirgi hisobda yo'q qilib o'tish urinishlari tafsiliy materiallar asosida bayon qilib berilgan edi. Filmdan keyin o'tkazilgan Xitoyning Uyg'urlar qarta davom qilayotgan zulmlari temasidagi muhokama yig'inida Kommunizm qurbonlari xotir fondining oliy tadqiqotchisi Dr. Adrian Tint, Uyg'ur harakati tashkilotining raisi Roshan Abbos, Amerika Uyg'ur birlashmasining raisi Alfidar Iltabir va tadqiqotchi olimlardan Romain Franklin, Anastasia Len qatorliqlar so'z qilib, Uyg'ur irqi qirg'inchiligini qanday qilib to'xtatib qilish masalasini cho'rdigan asosda o'zining fikr qarashlarini va Amerika hukumatidan kutilgan konkret talablarini o'ttirib qo'yishdi. Uningdan boshqa yana 17-oktyabr kuni Amerika Davlat Majlisi bilan Hong Kong erkinlik guruhining sohibxonligida o'tkazilgan Hong Kong masalasi haqidagi muhokama yig'inida Uyg'ur irqi qirg'inchiligi masalasi yig'inning asosiy muzokara temalarining biriga aylandi. Uyg'ur irqi qirg'inchiligi masalasi mazkur yig'inga taklif bilan qatnashgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining muavin raisi Zubayra Shamsin xonim tomonidan o'ttirg'a tashlangan edi. Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Keyin qitimliq sanımızgacha görüşkiç aman bolğaysızlar. Stansiyamızın YouTube kanalına əza oluşunu unutmang. Xeyir xoş.